Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlərimizin təfsilatında bolsun. Germaniya mətbuatlarının xəbər qilishçə Yevropa İttifaqı bilan Xitoy o'rtasidagi mablag' selish kelishimi imzolanib 2 hafta o'tmayla ikki taraf o'rtasida ishki surkilishlar o'ttirg'i chiqishga boshlagan. Yevropa İttifaqı bilan Xitoy 7 yildan beri suhbat ilib berayotgan mablag' selish kelishimi o'tgan yili 30 dekabr kuni imzolangandan keyin Amerika taraf Yevropa İttifaqini oldiroqsonlik qilish bilan ayblagan. Dünya Uyghur Qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarimi bu kelishimdan qattiq afsuslanganligini ifoda qilish bilan birga Yevropa parlamentini bu kelishimni ma'qullamaslikka va Yevropa parlamentining a'zolarini bu kelishimga imzo qo'ymaslikka chaqirgan edi. 2013 yilidan buyon talash-tortish qilinib kelgan bo'lsa-mu amalga oshmagan. Germaniya, Fransiya parlamentlarida Uyg'urlar qamalgan jazo lagerlari taqalmag'icha va majburiy emgak amaldan qanmag'icha imzolashga bo'lmaydi deb qarilib kelgan Yevropa Xitoy mablag' selish kelishimi 2020 yili 30 dekabr imzolangan edi. Növbətdə mutaxassislar Yevropa bilan Xitoy o'rtasida adil savdo raqobatini kapolatga ega qilish maqsadida imzolangan bu kelishim mubodi tasdiqdan o'tgan taqdirda uning 2022 yiliga borgandala ondan yo'lga qo'yilishi mumkinligini. Biroq u chaqqicha ko'plagan ishki ixtiloflar yuz berdiganligini. Bu kelishimning Xitoy aytgandek u qadar oldirab xo'shal bo'lib ketadigan bir kelishim emasligini ilgari surishmoqda. 11 yanvar kuni Germaniyaning reytingli televiziya kanali Germaniya axborot agentligining Beijingdan bergan ma'lumoti asosida Xitoy Huawei'ni cheklagan Yevropa İttifaqıga a'zo davlatlarni jazolashga urinmoqda nomli bir xabar tarqatdi. Xabarda 2020 yili 30 dekabr Yevropa Xitoy mablag' selish kelishimi imzolanib, oradan texi 2 hafta o'tmayla bu kelishimga daz ketganligi, ikki taraf o'rtasida surkilishning boshlanganligi bayon qilingan. Xabardan ma'lum bo'lishicha Yevropa İttifaqıga a'zo davlatlarning ko'p qismi hozirga qadar Xitoyning Huawei shirkatining 5G tor iqimining o'z davlatlaridan bozor tepishini izchil rad qilib kelgan bo'lib, buningdagi asosli sabab Huawei'ning mahsulotlarining josuslik iqtidoriga ega ekanligi hamda Uyg'urlarning bostirilishi bilan munosabati bo'lganligi bo'lgan. Ammo 2021 yili 1-oyning 11-kuni Yevropa İttifaqı bilan Xitoy taraf o'rtasida mablag' selish kelishimining loyihasi muzokara qilinganda, Xitoy taraf bu loyihaga Huawei'ni rad qilgan davlatlarga qarshi bir moddani kirgizishni talab qilgan. Yevropa İttifaqı bu talabni darhol rad qilgan. Xabarda tilga elinishicha 11 yanvar ikki taraf o'rtasida paydo bo'lgan surkilishning asosli qismi Xitoy taraf bu loyihaga Yevropa davlatlarining Xitoy telegraf sistemasini qonuniy yoki siyosiy jihatdan cheklashi yoki qasddan kamsitishiga qarshi turish deydigan bir moddani qo'shib, o'z manfaatini qo'g'dashga uringan. Biroq Yevropa İttifaqı taraf buni rad qilgan. Xabarda ilgari surilishicha Yevropa Xitoy mablag' selish kelishimining Xitoyning Uyg'urlarni tutqun qilishi, Hong Kongdagi zo'ravonligi, kishilik huquq faoliyatchilarini bostirishi hamda Janubiy dengizdagi zimin mojarolari va korona vabosi sababli xalqarodagi obrazi og'ir darajada sungan bir mezgilda imzolangan. Gerçi Yevropa Xitoy mablag' selish kelishimi imzolangan bo'lsa-mu, bu kelishimning ko'plagan qonuniy moddalari ustidan muzokaralar texi uzun davom qiladi ekan. Bu loyiha bitgandan keyin oldi bilan Yevropa İttifaqıga a'zo davlatlar, ondan Yevropa parlamenti qabul qilishi lozim ekan. Ammo bu kelishim qabul qilinib yo'lga qo'yilgan taqdirda Xitoyning uning rioya qilishi yanada shubhali bir masala bo'lib qoladi ekan. Yevropa Xitoy mablag' selish kelishimi imzolanganda Germaniya bosh ministri Angela Merkel va Yevropa komissiyonining raisi Ursula qatorliqlar Uyg'urlar masalasini ko'tarib chiqib, jazo lagerlarini taqash, majburiy emgakni amaldan qoldirish tashabbusida bo'lganligi ba'zi xabarlarda tilga ilingan bo'lsa-mu, biroq Germaniya parlamenti kishilik huquq komitetining raisi Goyde Yansen xonim ikki taraf o'rtasidagi bu kelishimga kishilik huquqqa oid hech qanday bir moddadan kirgizilmaganligini eskartib, o'zining noroziligini ifoda qilgan. 11 yanvar Goyde Yansen xonim reyting qonunining ziyoratini qabul qilganda, shu kuni Xitoy bilan Yevropa İttifaqı orasida yuz bergan talash-tortish haqida to'xtalib, Xitoyning bu kelishim loyihasiga bundoq bir moddani tanganligidan o'zining ajablanish his qilmaganligini tilga ilib mundoq degan. Meni ajablantirgani, Germaniya raisligini o'tayotgan Yevropa İttifaqıning mazkur kelishimga kishilik huquqiga doir bir moddani kirgizib, uning kelishimning asosi qilishga uringanligini isbotlaydigan hech qanday bir dalilning hozirga qadar tepilmasligidir. Goyde Yansen xonim so'zda yana bu kelishim to'g'risidagi kurashning undoq oson oxirlashmaydiganligini ta'kidlab, federal hukumatning Yevropa İttifaqı ham Amerika prezidenti Biden bilan hamkorlashib, kelishimning oxirgi nusxasini g'arb qimmat qarashiga uyg'un ravishda ro'yobga chiqarishni tashabbus qilgan. Gerçi Xitoy taraf yuqorqi kelishimni tuzish jarayonida xalqaro emgak tashkilotining majburiy emgakni cheklash to'g'risidagi ahdnomasiga amal qiladiganligiga va'da bergan bo'lsa-mu, ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining bildirishicha, kommunist Xitoy hokimiyati hech bir zaman va'dasida turgan emas.
Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan lager tuzumi va majburiy emgak tuzumi hozirmi ham jiddiy davom qilayotgan bir ahvol ostida, yana yuqorqi kelishimning imzolanishi Yevropa Birligining prinsiplariga va qimmat qarashiga tubdan xilof bir harakat bo'lib qolmasdan, yana Yevropa parlamenti tarafidan o'tgan yili 17 dekabr ilingan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan majburiy emgak tuzumiga qarshi jazolash tadbirlarini yo'lga qo'yish haqidagi qarorlarga tubdan zid bir harakatdan iborat. Şoڭa bu kelishimde Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak tuzumini darhol amaldan qoldirishi lozimligi oldingi shart qilinishi kerak. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchixonasi 1-oyning 8-kuni Twitter'dagi rasmiy hisobida uchur tarqitib, bir yoqdan o'zining lager siyosatini aqlasa, yana bir yoqdan Uyg'ur ayollarini bola tug'ish mashinasi deb haqoratlagan edi. Ular Twitter'dagi uchurida tadqiqotlar shuni isbotladiki, oshqulliqni yo'qotish jarayonida Xinjiangdagi Uyg'ur ayollarining ideyasi ozod qilindi. Jinsiy barobarlik va ko'payish sog'lomlik eng ilgari surildi. Ular endi bola tug'ish mashinasi bo'lish qismatiga xotima berdi. Ularning hozir o'ziga ishonish va mustaqillik tuyg'usi oshdi deb jo'ylagan edi. 12 yanvar kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo o'zining Twitter betida buningga raddiya berib, majburiy homila tushirish hamda majburiy tug'mas qilib etish tadbirlari Uyg'ur ayollarini hurlikka chiqargani yo'q dedi. Mazkur uchur choplangandan keyin buningga ovoz qo'shib Xitoy hukumatini ayblagan mazmundagi inkaslar yomg'urdek yig'ib ketdi. Mike Pompeo'ning so'zlari uning bir kun burun Xitoy hukumatini Uyg'urlar masalasi tufaylidan qattiq ayblashidan keyin o'ttirg'a chiqqan yana bir kuchli tanqid bo'ldi. U 10 yanvar kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qarmog'idagi BDT Nobs fondiga berilayotgan mablag'ni kesib tashlaganligini bildirish bilan birga, buning sababi haqida tushuncha bergan edi. U so'zda buningdagi bir muhim sabab qatorida mazkur fond tashkilotining Xitoy Kompartiyasi majburiy yo'sinda ijro qilayotgan planliq tug'ish siyosatini yaqindan qo'llab kelganligini ta'kidlab, biz Xitoy Kompartiyasining jallodlari bilan sheriklashib Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilib etishga xizmat qilayotgan bundaq tashkilotni qo'llamaymiz. Ularning qilmishi haqiqatanmi odamni saskandirdi dedi. Amerikadagi Xitoy elchixonasining yuqorqi uchuridan keyin Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagus xonim Twitterda buningga darhol inkos qaytarib, Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga qaratgan shovinizmi va irqchiligining cheki yo'q. Biz Xitoyning qilayotganini amaliyotda nima bo'lsa, uni shu bo'yicha atayli. U bo'lsa majburiy bola tushirish, majburiy tug'mas qilish, nahaq turmaga solash va qiynash orqali bir madaniyatni yo'qotishdan iborat deb ko'rsatgan edi. Twitter shirkati ommadan kelgan kuchli noroziliklar va shikoyatlar tufaylidan Amerikadagi Xitoy elchixonasining yuqorqi uchurini o'chirib tashlagan edi. Lager shoidi Gulbahor Xotivochining guvohligi Fransiyada kitob bo'lib nashrdan chiqdi. Fransiyada nashrdan chiqqan Xitoy gulagidan hayot qolgan Gulbahor Xotivochining guvohligi nomli mazkur kitob Xitoyning Qarmayda qurgan lagerda 2 yilcha qamalib, 2019-yili yozda qo'yib berilgan va shu yili 8-oyning 21-kuni Fransiyaga kelib, 2 qizi va eri bilan jam bo'lgan Gulbahor xonimning hayotiga oid bo'lib, u Xitoyning o'lim lagerlaridan salomat qutulib chiqolgan sanoqli lager shohidlarining biri. Qanday qilganda o'zining beshidan kechirganlarni texmi unumlik anglatish mumkinchiligi haqida ko'p izlangan Gulbahor xonim oxiri sarguzashtlarini kitob qilib yozib chiqishni qaror qilgan. 2020-yilning beshidan boshlab fransiyalik jurnalist Rozen Morgatning yordamida aslimalarni qalamga ilishga boshlab, yaqinda kashmishlari kitob bo'lib ro'yobga chiqqan. Gulbahor Xotivochi xonimning Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga bildirishicha, u 2016-yili 11-oyda pensiya rasmiyatlarini o'tash uchun Fransiyadan yurti Qarmayga qaytgan vaqtda dal Xitoyning qayta tarbiyalash nomida jazo lagerlarini qurib, cho'ng tutqunni yangi boshlagan mazgilga to'g'ri kelgan edi. Fransiyada turayotgan mazgilida hech qanday siyosiy faoliyatlarga qatnashmagan Gulbahor xonim ishonchlik holda yurtiga qaytgan bo'lsa-mu, uning hech qachon buning bedeliga 2 yildan ortiq erkinligidan mahrum qoladiganligi va bu qadar riyozat chekadiganligini qiyos qilmagan ekan. Xitoy doiralari dastlab uni qonunsiz odam to'plab jamiyat tartibini buzgan deb yolg'on sabab bilan tutgan bo'lsa, keyinchi Fransiyadagi eri va qizlarining Fransiyada panohlik tilaganligini bahona qilib, uningga terrorlik jinoyati ortishga uringan ekan. Gulbahor xonim kitobida o'zining qo'lga ilinish, tutib turish o'rinlari va lagerda begunoh holda har turli qora choplanib so'roq qilinish jarayonlari, tutqunlarga ilib beriladigan mingga yuyish tarbiyalari, Uyg'urcha gap qildirmaslik, hatto hojatxona va munchidimi, umuman har uyda 2 kamera orqali kuzatilishdek ahvollarni bayon qilgan. Kitobda yana kamerlardagi o'zi va boshqa kamerdoshlarining kundalik hayoti, lager ichidagi sharoit, har turli jazo va qiyin qistoqlar, qo'rqinch, ochliq, sovuq, uyqusizlik, adolatsizliklar, xo'rliqlar, erkinlikdan, hatto hayotdan umidini uzishda qabohatlik ahvollarni o'z ichiga olgan haqiqiy ahvollar tafsili yozilgan.
Gulbahor xonim o'zining lagerda hech qanday xatolik qilmaymi 20 kun jazolanganligini, o'rindiqqa va karvatga zanjir bilan bog'lab qo'yilgan bo'lsa-mu, jazolanishining sababini azaldan tushunmaganligini bayon qilgan. Azaldan suv uzish va boshqa shakllardagi tan sog'lomligiga ahamiyat berib kelgan Gulbahor xonim Xitoyning jazo lageridagi ig'ir iskanjalarda yanada hayot qilishiga, o'zining midirlig'udekli majoli va fursati bo'lsa harakatlanib badanini chiniqtirganligi, ruhiy jihatda bo'lsa bu nas bosgan joydan cho'qim qutulib chiqishga bo'lgan umidini hech qachon yo'qotmaganligi sabab bo'lganligini aytgan. Shohid Gulbahor Xotivojiyani lagerda garchi 2 qitim ukol silingan bo'lsa-mu, doirlarning uni zukamga qarshi vaksina deb tushundirganlik, texi to'y qilmagan nurg'un yosh qizlarning hayzi to'xtaganligi, ularning kelgusida bolalik bo'lanmasligidan andisha qilganligi. Gerçi lagerdagi ukol dorilardan gumonlansa-mu, uning haqiqiy vaksina yoki homildorlikdan saqlanish ekanligini bilmaganligi. Bu vaqtda Fransiyaga qaytib kelgandan keyin Uyg'ur ayollarini lagerlarda tug'mas qilish ahvollari borligini anglaganlarini bayon qilgan. Xitoyning lagerlarni qurishidagi sababni Uyg'urlarni yo'qotish va ular ustidan madaniyat qirg'inchiligi elib berish deb tushungan Gulbahor xonim oxirida o'zining sarguzashtlari va guvohlikqa putilgan bu kitob orqali Xitoyning tarbiyalash markazi deb atagan joylarning amaliyotda jazolash lagerlari ekanligini dunyo tonisa va Xitoyning jazo lagerlarini taqishida belgilik rol o'ynasa degan umidda ekanligini bildirdi. U so'zlarini Uyg'urlarning elib berayotgan faoliyatlari va nurg'un guvohlik berishlari natijasida dunyoda Uyg'urlarga ko'ngil bo'lish kuchaymoqda. Biz bu lagerlarni taqashda cho'qim muvaffaqiyat qozonamiz degan umidvor jumlalar bilan oxirlashtirdi. Faqat islom diniga bo'lgan e'tiqodi sababli millionlagan Uyg'urning diniy oshqulluq deb ayblanib jazo lagerlariga va turmalarga solanganligi, majburiy emgakka selinayotganligi butun dunyoga oshkora bo'layotgan bugungi kundami yana mustabid Xitoy hokimiyatining diniy zot deb atavagan ba'zi Uyg'urlarni chet el muxbirlariga Xitoy kompartiyasini oqlashga selishi chet ellik kuzatuvchilarning kuchli g'azabini qo'zg'amoqda. Xitoy xabarlari to'g'rining xabarida aytilishicha 11 yanvar kuni Beyjingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Indoneziya muxbirlari Sharqi Turkistondagi diniy bostirish harakatlari haqida savol so'ragan. Urumchidagi No'g'ay masjidining imomi muhtaram Sherif bu savollarga javob berib, hozir Shinjongda diniy e'tiqod fuqarolarning o'z erkinligi bo'yicha davom qilyotidi. Bu vaqtda hech qanday cheklama yo'q degan. Shundaqla Xinjiang Islom institutining har qaysi joylardagi 8 tarmoq maktabida 3000 cha diniy zotning ta'lim ilayotganligini, 2020 yilning o'zida 1280 kishining o'qish bitirib guvohnoma olganligini aytgan. Muxbirlarning yana bir savoli Uyg'ur diniy zotlarning chet elga chiqish imkoniyati haqida bo'lgan. Muhtaram Sherif bu vaqtda ahvol tunishtirib, islom diniy sohasidagi o'quvchilarning belgilama bo'yicha chet elga chiqishi yoki chet ellik diniy zotlarning Urumchiga kelib, diniy faoliyatlarda bo'lishiga hech qanday to'salg'u yo'qligini bildirgan. Ammo muhojiratga analizchilar bu holni keskin tanqidlab, farzandlariga diniy ism qo'ygan kishilarni lagerga qamagan Xitoy hukumatining endilikda diniy e'tiqod erkinligi haqida gap setishi misli ko'rilmagan nomussizlik. Ular diniy zotlarni mushu xildagi yolg'onni aytishga majburlab dunyoni aldamoqchi. Amaliyotda bo'lsa ular faqat o'zlarini aldayotidi dedi. Yana ba'zilar bo'lsa haqni so'zlashdan yonmagan diniy zotlarning minglab qamoqqa mahkum bo'lganligini eskartish orqali hammili diniy zotlarning o'z aqidasiga sodiq bo'lolmasligi hozirgi reallikning bir qismi ekanligini ta'kidladi. Yaqinda Xitoy matbuotlarida Xitoy hukumatining Xitoyning energiya bazasi deb atalayotgan Sharq Turkistondan Xitoy o'lkalariga kuniga qancha million dollar qimmatidagi neft va tabiiy gaz to'shib ketayotganligi. Buning bilan Xitoy tavasidagi 15 o'lkada yashayotgan 400 milliondan ortiq Xitoyning isinish va turmush masalasining hal bo'lganligi haqida ko'p qitimlab xabar berilgan edi. 11 yanvar kuni Xitoy hukumati ushtumtut yangi uchur tarqitib, Tarim neftligining Tarim vodisidagi 4 milliondan ortiq xalqni gaz bilan ta'minlayotganligini ta'kidladi. Xitoy hukumati boshqarishidagi Xinhua agentligining 11 yanvardagi xabarda aytilishicha, 2020 yil ichida Tarim neftligidan 4 milliard kub metrdan ko'proq tabiiy gaz Tarim vodisidagi har qaysi shaharlarga to'shilgan. Shundaqla 3000 kilometr uzunlikdagi gaz turbasi buningga yangi hayotiy kuch ato qilgan. Holbuki xabarda gaz bilan ta'minlanayotgan ko'p qism o'rinlarning har qaysi bentollardagi 42 nahiya va shaharlar ekanligi alohida tilga ilingan. Ba'zi analizchilar bu holga qarab, Xitoy hukumatining Tarim vodisidagi aholini gaz bilan ta'min etdiq degani yanada o'sha ko'chman Xitoylarni xotirjam qilish tadbirining inkosi. Ular shu orqali yana bir qitim tashqi dunyoning ko'zini bo'ymoqchi dedi. Chet el matbuotlarida navbatda Tarim vodisidagi ko'plagan Uyg'ur oilalarining eng aqalli bo'lgan isinish masalasini hal qilishga ilojsiz qilayotganligi dalillangan edi.
Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning 11 dekabr tushdan keyin Amerika ovozi radiosining Washingtondagi bosh shtabida axborot erkinligi va Amerikaning qimmat qarashi haqida qilgan so'zi jarayonida Uyg'ur xalqining chet ellardagi eng asosli ovozi hisoblangan Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining xizmatlariga yuqori baho berishi muhojiratdagi Uyg'urlarni alohida suyundirdi. Mike Pompeo shu kuni qilgan so'zning oxirida Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limini alohida tilga ilib mundaq degan edi. Dünya miqyosida birdan-bir Uyg'urcha xabar anglatish Erkin Osiyo radiosi orqali ilib berilyotidi. Bu yerda o'ltirganlar balkim Xitoy hukumatining Xinjiangdagi Uyg'urlarga yurgizayotgan qabih jinoyatlarni anglagan bo'lishi mumkin. Bu jinoyat bu asrlik or-nomusdir, erimas dog'dir. O'tgan mezgilda kommunist Xitoy oz deganda 6 muxbirning urug' tuqqanlarini tutqun qildi. Xinjiangda lagerga solash davom qilmoqda. Urug' tuqqanlaringlar mushu xizmatni qilganinglar uchun tahdidga uchurmoqda. Sizlarning xizmatinglar fidokorlik va jasorat talab qiladi. Chunki sizlar dunyoning eng xatarlik, eng qorong'u joyida yuz berayotgan ishlarni aynan xabar qilasizlar. Tövandagi bir jumla so'z mening bugun demoqchi bo'lganlarimni yaxshi ifodalab beradi. George Washington mundaq degan: Biz haq so'z orqali dunyoni yo'ritsak, haqiqat oxir dunyodagi insonlar o'rtaq ching turadigan narsaga aylanadi. Kanada armiyasining muavin bosh qo'mondoni General Jonathan Vance yaqinda Rossiya va Xitoyning dunyo sahnasidagi kuch selishtirmasida yangi raqiblardan bo'lib qoladiganligini alohida eskartib, Kanada hukumatining bu ikki davlatga qarata buyuk strategiya barpo qilib chiqishi lozimligini ta'kidladi. Yer shari pochtasi gezitining 11 yanvardagi xabarda aytilishicha, General Vance bu vaqtda qilgan so'zida navbatda biz duch kelayotgan haqiqiy xatar Xitoy va Rossiyadan keladi. Ammo bizning hozirgacha buningga qarshi bir mukammal tayyorligimiz yo'q bo'layotidi degan. Bo'libmi Amerika hukumati har qaysi joylarda turishli harbiy qismlarni chekindirib chiqib ketgandan keyin G'arb davlatlari buningdan bakla andishiga tushgan. Ammo yangidan saylangan Amerika prezidenti Joe Biden Xitoy va Rossiya bilan bo'lgan jiddiylikka taqobil turish uchun o'zining ittifoqdoshlari bilan bo'lgan munosabatini yangilaydiganligini bildirgan. General Vance mushu ahvollarni umumlashtirib, G'arb dunyosi jazman Xitoyning zo'r ko'lamli kengaymichiligiga qarata bir buyuk strategiya barpo qilishi lozim degan. Xabarda aytilishicha, General Vance Xitoy hukumatini hozircha Tayvanga hujum qilish ehtimolligi yo'q deb qarasimi, G'arb dunyosini Xitoy rostilla Tayvanga hujum qilsa, buning badali og'ir bo'ladiganligini his qilgudek bir planga ega bo'lish kerak deb qaraydi ekan. Shuningdek, Huawei shirkatining 5G texnikasini Kanadaga elib kirishiga qat'iy qarshi turadiganligini oshkora ta'kidlagan. Hürmetli televizor ko'yuvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyingi qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.